Ko'kdala tumani hokimi Xurram Jo'rayev 800 ta kitobdan iborat kelin sepi bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan kelin Nasibaxon Ibrohimova bilan jonli efirda suhbatlashdi. Eslatib o'tamiz, Nasibaxon Ibrohimova Andijon viloyatidan Ko'kdala tumaniga kelin bo'lib tushgan. Uning kelinlik sepi sifatida 800 ta kitob olib kelgani ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otgan edi va biz ham bu haqida xabar bergan edik. Tuman hokimi jonli muloqotda yosh oilani kitobxonlikni keng targ'ib qilayotganini yuqori baholab, bu tashabbus mamlakatda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidladi. Shuningdek, hokim yosh oilaga Ko'kdala tumanida xususiy bolalar bog'chasi hamda kitob do'koni ochishga amaliy yordam berishini ma'lum qildi. Agar ular tuman markazida yashashni istasa, yangi qurilayotgan uy-joylardan birini olish uchun boshlang'ich to'lov ham qoplab berilishini ma'lum qildi. Bundan tashqari, yosh oila 19-mart kuni o'tkaziladigan Navro'z bayrami tadbirlariga ham taklif qilindi. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling.